Assalomu alaykum hurmatli YouTube kanalimiz obunachilari. 9-hududdan 2 xonali 65 kvadratli uyimizni sotuvga chiqaryapmiz. Birinchi qurilgan domladan 9-hududda 16 etajga dom. Shundoq chiqsanglar Minerva City dom oldida bolalar maydonchasi, mashina qo'yish uchun parkovkalar va kattalar dam olish uchun besetkalar mavjud. Ikkita liftlarimiz bor, bittasi passajir, bittasi gruzovoy liftimiz. Xo'p, uyimizda mana shu xonadonimiz. Shundoq kirganimizda o'zi uy go standart bo'lgan, lekin ijarachi qo'ygandan so'ng ijarachilar mana shunaqa holatga olib keltirib qo'ygan. Kamchiliklar bo'lsa o'zingizlar to'g'rilab olasizlar. Endi remontini o'zim qila olaman deganlar uchun yaxshi variant. 2 xonani kattaroq kvadraturasidan so'raganlar uchun 7-etajda joylashgan uyimiz 16 qavatli dom. Xo'p, birinchi bo'lib sanuzellarni ko'rsatib o'taman. Keyingini yoqqan bo'lsa bitta like bosib qo'yamiz uyimiz. O'zi 8-9-hududlarda ko'pchilik kvartiralar izlab yuribdi. Chunki Sergeli bo'yicha eng yaxshi lokatsiyalardan biri bo'lgan daji 8-9-hudud. Uyimiz esa 9-hudud 16 etajlarda joylashgan. Endi esa bu yoq tarafda oshxonamizni ko'rishimiz mumkin. Mana shu lampochkamiz ozgina xirabroq bo'lib qolibdi, atak to'g'rilab olsa bo'ladi. Xo'p, mana shu holatda bitta kuxni mebel yasatib o'rasizlar. Bu yoq tarafimiz uyimizning spalnisi, spalnimizning o'zini balkoni mavjud. Undan tashqari konditsionerimiz ham qoladi. Yangi olib kelib qo'ygan ekan uy egasi. Xonada keyingina endi 65 kvadrat bemalol keyinligini nima qilaverasizlar? Eng katta xonamiz mana shu xona hisoblanadi. Buni zal qilsanglar bo'ladi, esichu. Atak bitta usta olib keltirib, rang-pang septirib yuborsanglar yaxshi bo'lar ekan. Abu Saxiy Bekbaraka, undan tashqari 3-bekat metrosi Sergelini, 4-bekat metrosiga yaqin avtobus konechkalar, bilasizlar 9-hududdan shaharni har qanday joyga o'sha avtobus orqali yetib borsanglar bo'ladi. Uyimizni xohlasangiz naqdga, xohlasangiz ipotekaga xarid qilsangiz bo'ladi. Narxi $58,500. Ikkilamchi ipoteka bo'ladi. 21.9% dan qilib beramiz. Oylik to'lovlarni o'sha boshlanish to'lovingizga qarab hisoblab beramiz. O'rtacha $25,000 atrofida boshlanish to'lovingiz bo'lsa bo'ldi. Agar naqdli bo'lsa $58,500, 65 kvadrat do'stlar, 7-etaj. Maktab bog'chalar oldida domimizni, undan tashqari bog'i ham kengina, ko'rkamgina, zo'r joy, lokatsiyasi yaxshi joyda. Xullas, pastda raqam bor. Uyimiz yoqqan bo'lsa bitta like bosib qo'ying, kommentga fikringizni yozib keting uyimiz haqida. Endi remontiga ba'zilar nech pullar rasxod, xomchot qiladi. Может ketar bir $2,000, $3,000, $4,000. Ata yaxshi bitta remont qilsanglar, uyimizda zo'r uy hisoblanadi.